Xo'p do'stlar, mana kecha Eron, Isroil, Amerika uchalasi o'rtasidagi jangni ozgina aytib o'tgandim. Kelinglar endi bugun sal ko'proq gaplashamiz. Eron, Amerika, Isroil. Isroil bilan Amerika shu qadar kuchlimi degan savolga men nima deyman? Ular o'ta nerealni kuchli do'stlar. Nimaga desalaring, tasavvur qilinglar. Bir kunga bitta urushda shuni Eronning eng oliy rahbari u juda kuchli qo'riqlanayotgan inson bo'lishi kerak. O'shani bitta urushda bir kun ichiga yo'q qilib yuboradi do'stlar. Bu nimada bilasizlarmi? Hop, texnologiya o'ta rivojlangandan va ularda ma'lumotlar bazasi ko'p. Xohlagan joydan ma'lumotlarni ola oladi. Tezda, tasavvur qilasizlar. Undan oldin ham misol uchun Hamas yetakchilarini ham yoki Eronning oldingi prezidentini ham, o'shani ham shular o'ldirgan. Raisi bordi vertolyotda. Keyin qolganlarni ham o'shani bittaga bitta uryapti. Avvalgi Eron bilan Isroil 12 kunlik jang bo'lganda ham, urush bo'lganda ham hammasini bittaga bitta urayotgan. Tasavvur qilinglar, 7 qavatli bino bo'layotgan bo'lsa, 7 qavatli binoni o'sha 7-qavatda turamiz, 6-qavatda turamiz, aynan o'sha binoni ustiga ichiga otgandi raketalar. Tasavvur qilasizlar. Bu Isroil bilan Amerikani qancha naqadar kuchliligini va Eronni mana shu islom yo'lida ketyapmiz deb turib, masalan, dunyovilikni sal qabul qilmagani uchun qanchalik rivojlanmay qolganini anglatadi do'stlar. Hozir katta ketishi mumkin, yo'q, sizlar aytishlari mumkin, yo'q, u noto'g'ri deyishlari mumkin. Aslida buni olib qarasa, real faktni olib qarasa, to'g'ri. Chunki ularda razvedka ma'lumotlari hamma narsasini o'chirib qo'yish imkoni, boshqa narsalar, o'sha narsalar Eronda bo'lmagan do'stlar. Ular bemalol xuddi bir qaysar o'zini odamini kuzatgandek kuzatib borib ana qo'ygan. To'g'ri, ular o'lim mana bo'lmagan, yillar vaqt davomida ketgan-u, lekin boryapti, bittada o'ldiryapti. Eng qizig'i yana bitta hozir yangi tayinlangan Ali Xomanaiy, yana bitta Xomanaiy o'zi eng kattasi, masalan, bizda prezident bo'lsa, ularda eng katta mana shunday eng katta lavozimi Xomanaiy deyilgan ekan. O'sha yangi Xomanaiysini nishonga oldi do'stlar. Tasavvur qilinglar, yangisini. Bular ularni boshini o'zish bilan harakat qilyapti. Nima qilyapti? Yangi bosh o'zib chiqyaptimi? O'sib chiqyaptimi? Sirab o'zib kelyapti. Bu o'ta ketgan nima deydi? Urush qonunlariga zid, lekin buni amalga oshirilyapti-da. Qilaman deyapti, qilyapti. Eng qizig'i. Masalan, Eron nimaga otib bittaga o'ldirib berilmaydi? Hop, Amerikaga tahdid sola olmaydi, Amerikagacha yetib borolmaydi raketalar. Lekin Isroilga yetib boradi. Nimaga Netanyahuni bittaga o'ldirib qo'ya olmaydi? Shuni o'ylab ko'rgansizlarmi? Sababi ularga kuchi yetmaydi. Ularda razvedka ma'lumotlari yo'q. Ularda ham ancha rivojlangan, Eron ham rivojlangan, lekin bularni rivojlanishining oldida ular ancha orqada. Shuning uchun ularni nishonlarini bittaga ura olmaydi va ular kuchli qo'riqlanadi do'stlar. Hop, endi 3-jahon urushi boshlandimi desak, kelinglar. Amerika tomonidan hozir 13 tami davlat bunga qarshi ona qilyapti. Bu Yaqin Sharqdagi barcha davlatlar, tasavvur qilasizlar. Endi Germaniya bilan Fransiya ham qo'shilamiz deb turibdi va Buyuk Britaniya ham qo'shilaman deyapti. Yevropa qo'shildi degan, bu NATO qo'shildi degan. Bu Turkiya. Hozir Eron bitta Turkiyaga otmayapti raketa Amerika bazalariga. Eron esa o'sha 13 ta 14 ta davlatga hujum qildi. Endi davlat emas, ularni aynan nima deydi? O'sha Amerika bazalariga hujum qildi. Endi kelinglar, tasavvur qilinglar. Eron tomonidan kam degan qiziq savol bo'ladi. Erondan ham kimdir qo'llab-quvvatlayaptimi? Erondan ham qo'llab-quvvatlayapti. Bular Livandagi Hezbollah va Yamandagi Yaman xusiylari. Hozir 3 taga 13 ta yo 15 ta davlat olishyapti do'stlar. Va eng qizig'i hozir shu yerda 18 ta davlat jang bo'lyapti, to'g'rimi? Bu yoqda Eron bilan Afg'oniston bilan Pokiston jang qilyapti, 20 ta. Bu yoqda esa
Rossiya bilan Ukraina 20 ikkita davlat hozir jang qilyapti.